Akalar hammaga assalomu alaykum. Bugungi ishimiz Lacetti 1.8 bo'ladi, avtomat bo'ladi. Bo'yapgan muammosi akamda. Hop, yurasiz, skors almashishda daqiq urib qoladi, yo masalan skors almashmay qoladi, vang'illab qo'yapti. Plus bayda e'tibor berganimiz korobkaga kirib olamiz. Mana rejim chagada turibdi bu hozir. Lekin biz gazni bosmaganmiz, mana tormozni bosib turibmiz. Bu yerda уже mana 1-2 уже gazni bosgan deb aytyapti bizga. Mashinamizda da turibdi mana. Endi mana gazni bir xilda bosib ketadigan bo'lsa, hozir mana halojan drosul ko'rmayapti, mana vang'illab qoldi. Xalos o'tib qoldi. Shunga imkon darajasida e'tiborliroq bo'lasizlar. Mashinada korobkasida xudo xolasa muammosi yo'q. Chiqadigani ko'proq chuchvaradachi qismidan chiqadi shu. 1.8 Lacetti avtomatlarda shunaqa daqallab urib yoki skors almashmay vang'illab qoladigan bo'lsa, oldin diagnoz qildirib turib, imенно mana shu xalosda o'qib, ya'ni chuchvaradachilarga e'tibor berishini so'rab qolamiz. Mana bosmasak ham ko'tarilib ketyapti, rejim chagada turibdi. Biz hozir tormoz bosib turibmiz. Mana-da tormoznikini o'zi ko'rsatib turibdi, bosib turibdi deb. Tormozni oyoq olsa o'tyapti bu ham. Hop, shuning uchun imkon darajada hozir chuchvaradachilikni ko'ramiz, nasib zamin qilamiz. Xudo xolasa mollar ham hammasi tormozni bosib turganimizda xalosga xod ko'tish kerak, bu chaga yo'q qo'yapti. Shu narsalarni to'g'irlaganimizdan keyin bitadi akamizning ishi. 1.8 yilda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, birinchi tomonlarni qarashini so'rab qolamiz akalar. Hop, akalar mana o'sha bitgan holati mana. Положение droslni zastavka joyida, xalosga xod, gaz bosadigan bo'lsak, 31-32 o'zgaryapti. 15 ta turibdi mana. Bir xilda bosib tursangiz, bir xilda bosadi. Oyoq olganimizdan keyin yana tushyapti joyiga, nur bo'yapti. Hozir bu neytralkada turgani uchun hozirgi joyida. Mana endi hozirda uradigan bo'lsak, mashinani gaz bosadigan bo'lsak, rejim chagiga o'tadi, hozir xalosda qo'tamiz. Mana chagiga o'tdi shu. Gazni bosadigan bo'lsak, mana chagiga o'tdi. Oyog'ini oladigan bo'lsak, xalosda o'tdi. Mana shu joyga e'tibor berasizlar. Mana shu joy oyoq gazdan oyoq olganimizda xalosda o'tish kerak. Gazni bosganimizda положение drosul o'zgarganning hisobiga mana rejim chagiga o'tadi, shuni hisobiga mashina tortadi. Plus skors almashlari joyida bo'ladi. Xudo xolasa mana shu Lacetti'da korobkada qiynalayotganlar bo'lsa, tanishlaringizga yuborib qo'yasizlar, xudo xolasa.